Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, yana bir xonadonimizga oq marmar quyma toshimizdan oz sinfi bilan komplet qilib quyib o'rnatib berdik. Bu toshimizni razmerlariga ahamiyat berasizlar. 319 cm ga gabras, bag'i 282 cm, choksiz butun. Shu yo'q, shu xonadon uchun maxsus quyildi, deb qo'yilsa. Bu yerda 90 cm lik gazga teshuvchi o'rnatildi. Qalinligi to'liq 4 cm. Bu yerda 70 cm lik moyka uzun quyma. Bu ishlarga hali bo'shashlar, xudo xolasa. Xo'p, bu yerda oshkor quyildi. 185 cm uzunligi, eni 90 cm. Xudo xolasa, shuni sifatiga baho berasizlar. Kaltillashlariga, aerobikalariga. Mebellarini 65-hafta bazani ichida Akbarjon aka yasashdi. Ishlarning sifatiga ko'rib baho beringlar. Kimga sifatli quyma tosh xizmati kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.